Bu video konditerlikni endigina boshlagan yoki boshlamoqchi bo'lib turgan qizlarimizga juda ham foydali bo'ladi. Konditerlikda ko'p ishlatiladigan shanti kremdan foydalanishda o'z bilgan ma'lumotlarim bilan bo'lishaman. Qanday shanti ishlatasiz deganlarga Lamusa shantisini tavsiya qilaman. 1 stakan to'la shantiga 1,5 stakandan salgina kamroq sovigan muzdek kofeni qo'yib mikser qilamiz. Siz xohlasangiz pishib sovigan sutdan yoki suvdan foydalansangiz bo'ladi. Eng muhimi muzdekkina holatda bo'lishi shart. To'xtovsiz ko'pirtirib, shunaqa is tushgandan keyin mikserni o'chiramiz. Ko'rganingizdek shunaqa silliqqina o'z formasini ushlab turadigan holatga keladi. Shanti krem tarkibida saxarli pudra bo'lganligi uchun yana saxarli pudra qo'shish shart emas. Krem juda ham shirin bo'lib ketadi va tez me'daga tegadi. Bu kremni to'rt va shirinliklarni ichiga emas, faqat sirtiga, bezaklariga ishlatishingizni maslahat beraman. To'rt ichiga ishlatiladigan muzqaymoq krem yoki chiz kremni ham profilimdan topsangiz bo'ladi. Hurmatli negativ jonlar, bu kremni yomon ko'raman, mazasi yomon deb bir dunyo qilib negativ yozib o'tirishi hojat yo'q. Bu video bir qancha kuzatuvchilarim iltimosiga ko'ra tayyorlandi.